Maqsud opa, Alloh rahmat qilsin, 1 yil oldin olamdan o'tdilar. Borolmadim, armonim shu. Qaysi jihatlari bilan sizda qolgan? Hammanglar mani bolamsizlar deganlarim. Rahmat katta. Nasriddinova Nasiba opa bo'lganlar. Qaysi sizlar yoqasiz? Endi bizdan payt bilan hozirgi paytda o'qituvchilarning ancha farqi bor. Endi u paytda boshqacha bo'lganda. Qanaqa bo'lgan? Uni so'z bilan ta'riflab bera olmaydi hech kim. Yaxshi bo'lgan. Ismlarimi? Tilova Gullol opa. Qaysi fandan kirganmisiz? Bizlar birinchi anaqa maktabda boshlang'ich sinfda dars berganlar. Sizga qaysi hislatlar ko'proq yoqqan siz? Jafokash. Ya'ni o'sha qariq, jonkuyar ustoz bo'lganlar. Yaxshi ko'rarmisiz? Juda ham Xabar olib turasizmi haligacha? Munosabat bormi siz? rahmatli bo'lganlar. Bizlarda o'sha 3-sinfgacha dars berganlar, 4-sinfda o'zi. Siz